Fayzullo mashinangni berib tur jo'ra. Nimaga? Qizim bilan uchrashib chiqyapman-da, endi uni oldida ponta maqtanaman. Ha, bo'pti-mi, nima? Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'laman, benzinli bormi? Ha, bor. Bo'pti. Meni Fayzullo palakatda jo'ra, yaxshi ham o'zim tirik qoldim jo'ra. Qanday qilding buni? Bunday qildim, urildida nimadir meni taq qildida, bu lekin Miatina bilan kraska qilsa yaxshi bo'lar ekan. Xo'lasa pulni beraymi, bermaymi? Ya, shart emas, temir-ku mayli. Yo, beraymi, bermaymi? Kerak emas. Bermaymi? Fayzullani oq tufling beribdi, to'yga borib kelay jo'ra. Qaysi? Ana Finferskiy Shakira tufling bor-ku, oppoq. Bo'pti, yur uydan beraman. Berib tur jo'ra, zarkamas qilsanga. Fayzullo bu bilan lizginka o'ynab bo'lmas ekanda. Yo, shuni o'ynadim, yirtilib ketdi-da jo'ra. Xo'lasa pulni beraymi, bermaymi? Ha, kerak emas. Yo, beraymi, bermaymi? Shart emas. Ha, bo'pti. Fayzullani zarachkin berib tura olmaysanmi jo'ra? Hali boya to'y bilan bo'lib o'zimniki ishlamay qoldi-da. Yur. Yur. Mana uying, ey. Endi nima qilding uni? Fayzullo uyda to'p baland keldi-da. Shunga kuydi, zarachkam kuydi, xaldinim ham kuydi, hamma narsa kuydi jo'ra. Xo'lasang pulni beraymi, bermaymi? Kerak emas, yur bu yoqqa. Voy, o'ylay, Fayzullo Joy Electrical do'kon sanikimi? Ha, meniki. Mana uyingga shetingga relay напряжениеdan qo'y. Bu nima qiladi? Bu tok baland kelsa ham, past kelsa ham o'zi avtomatik o'chiradi. Shunda uyingdagi hech narsa kuymaydi. Ha. Jo'rakanku. Fayzullo, mana shu biznesingni bir hafta menga berib tura olmaysanmi? Sal o'zim tiklab olardim jo'ra. Yo'q. Bir sotgan bermayman. Sen yo kasod qilasan, yo yoqib yuborasan. To'g'ri. Birov narsasi birovga buyurmas ekan. Buni pulini beraymi, bermaymi? Shart emas, bor yo'qol. Somsa qancha pochcho? 15 ming. 15 ming? Ha, 15 ming. Fariza, 15 ming puling bormi? Meniki mashinada edi-da, keyin senga beraman. Somsa yemay qo'yaveraylik. Pul yeyotgandim-da. Ha, ber, men senga beraman. Berasizmi? Beraman. Buning ichida dumba bor-da, mazza qilib yeymiz. Mana pochcho, bering. Fariza, Xo'p. kartangda puling bormi? Ana mashinamga benzin qo'yay, naqd pul olmayapti-da. Kartamda pulim bor, lekin yig'ayotgandim-da. Ammo senga beraman, ha? Aniq berasizmi? Ha, beraman. Hozir yo'lda qolib ketmaylik. Ammang. Taki seni ko'rmagadar o'nlar oldu. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Aka, shu yo'lkaraga 5 ming yordam qila olmaysizmi? Voy, menda mayda yo'q edi. Senda bormi, berib tur? Yo'q, menda yo'q. Abi, boy somsadan qoldi-ku, beraman senga. Zapravkaga ham men to'ladim, somsaga ham men to'ladim. Yig'almaymi? Ha, yig'asan, mana shunga 5 ming ber, ishon puling ko'p bo'lib ketadi. Siz keyin berasiz. Men beraman senga. Mana aka, 10 ming, 5 ming zdachasini bering, bu pul yig'yapti-da. Menda ham 100 ming tala ketdi aka. Endi ilojini qiling, 5 ming bering, bu pul yig'yapti. Dadasi o'zimga Biolex'dan besulfatli zo'r shampunlar olib keldim. Hamma sochlariga tushadi. Sochlarni zo'r ko'pirtirib, oziqlantirib beradi. Ayniqsa bo'yalgan sochlarni rangini ushlab turadi. Tez ketkizib yubormaydi. Faqat o'zim pulimga oldim, pulni berasiz. Beraman dedim, Farizajon, muncha so'rading, Qachon berasiz? Zapravkan pulini berganingiz yo'q, somsan pulini berganingiz yo'q. Ma, zapravkaga qancha berding? 300 ming. Somsaga qancha berding? 15 mingmi? Ma, sen qaytib pul ishlatma. Sen yiqqin, shu pullaringni yiqqin. Yig'ib bilmayman qayerga olib ketmoqchisan bilmayman. Bechora odamga ham berdim 10 ming. 10 ming bermading, 5 ming berding-ku. 5 ming zdach qaytardik-ku. Necha pul bo'lsa ham bering. Shu stri. Falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur. Futbolka bilan. Yo! Ulug'bek Qodirov. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizmisiz? Yo, Otabek aka. Ko'rishib qolgan joyimizni qarang, bizmisizlar? Alaykum. Siz ham yorasiz lekin. Siz yomon qilasiz lekin. Lekin Ulug'bek Qodirov, men siz yoshlikdagi muxlisingizman. Telbalarni nima qilishadi? Rostda. Robiyo deb dinlasa ko'paymagan. Yorgansiz. Qaragan deyman. Rahmat siz ham lekin axlatli 5 ming so'm bilan yorgansiz. Rahmat, e'tibor uchun rahmat aka, ko'rib xursand bo'ldim. Inbazardan kiyinasiz. Ha, mana endi kiyinmoqchiman. Zo'r. Qancha ekan mana shu ko'ylak aka? 154 ming pound. 154 ming. Qarang, mana futbolkani 57 mingga oldi. Shu. Narxlar. Talabalarga ham qaranglar. 122 ming yo'q qo'ying. Barsetkalar 135 ming. Siz zo'r narxlar, lekin kamtar odam ekansizlar. Sizni bilmadimmi, lekin Ulug'bek aka juda kamtar odam ekansiz. Qarang, bizga o'xshab inbazardan kiyinyaptilar-da. Gap yo'q. To'g'risi, mana rosa hurmat qilamiz. Vayndi va shu nomeradingiz. Yorvoryapsan oxirgi paytga. Rahmat. Boringizga shukr aka. Men Ulug'bek aka sizga aytaman, siz nomeradin aktyorsiz. Men uchun. Men bilmadim boshqalar uchun, lekin men uchun nomeradin aktyorsiz. Men uchun nomeradin vaynchisiz.
Rahmat, rahmat. Ko'rishamiz. Otabek aka. Sog' bo'linglar bola. Charchamanglar. Bo'pti. Haqiqatda zo'r aktyor a. Bir tenga qimmat aktyor. Вообще yoqmaydi. Aka rostdan kuzatasizmi bularni? Umuman ko'rmayman, bir tenga qimmat bo'ladi. Like pasga ham bosmaysiz. Вообще. iPhone telefoningizni o'g'irlab ketdimi? Oh, yomon bo'ldi-yu. Lekin qizni oldida past ketib qo'ymaslik kerak. Hech chiqishi yo'q. Hech qaysi ochmayapti mabodo. Yo, nima achiydi? Bitta telefon ekan-ku. Yamonim uspokоительный odam ekansiz, gap yo'q. Xarakterim shunaqa uspokойныйman. Ketdik. iPhone baribir iPhone zo'rda dizaynni iPhone telefoningiz sizga tushib ketdimi? Yo'q. Siz achyaptimi? Yo, nima achiydi? Bitta matoq-ku. Yomon musakovoltni odam ekansiz. Nima degani u? Ichi keng odam bo'ladi-ku, Aha. tafakkur qiladi-ku. Mana visokovoltman. Dadam ham visokovoltnida. Zo'rmikan? Chef labchalari zo'rda. Buni 3 xil ta'mi bor. Indiykaligi bor, ot go'shtidan bor, sirli